Xo'p, oldin ham bitta ko'rsatib o'tgan dasturim, ya'ni AX Wallet, ushbu walletda ko'rib turganingizdek $2600 balansimda mavjud. Bu pullarni albatta yechib olishlikni video davomida tushuntirib o'tishim mumkin bo'ladi. O'zingiz pul kiritadigan bo'lsangiz qancha pul to'laydi, qancha ishlash mumkin va qachondan beri ishlayapti video davomida aytib o'taman. Xo'p, ko'rib turganingizdek AX Wallet ushbu saytga silkani opsiyada qoldiraman. Kirib batafsil tanishib chiqishingiz mumkin. O'zbekchada ham tanlashingiz mumkin, ya'ni o'qishingiz mumkin ko'rib turganingizdek va Android yuklab olishingiz yoki bo'lmasa web iOS versiyadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ma'lumotlar berilgan 135 ta mamlakatda borligi, sifatining yaxshi ekanligi, xullas hamyon ko'rinishida o'zlarini taqdim etishyapti. Где-то 2-3 oy bo'ldi ishlab kelyapti. Albatta bilmadim yana qancha muddat ishlashligi albatta noma'lum. Shu paytgacha lekin ishlab kelyapti. Xullas sayt bilan o'zingiz ham kirib batafsil tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda qandaydir qilmoqchi bo'lgan ishlar, ya'ni masalan 2030-yilga rejalari bor ekan, 2029, 28, 27, 25-yilni birinchi cho'ragi, 4-cho'ragi xavfsizlik foydalanish, xullas nimalardir yozilgan. Xo'p, aytib o'tganimdek, dasturni yuklab olasiz yoki bo'lmasa web versiyani bosish orqali kirishingiz mumkin bo'ladi. Kirganingizdan so'ng bu yerda ro'yxatdan o'tasiz, ya'ni oldiniga parol o'ylab topasiz. Uni yana bir marotaba takrorlaysiz va sizga mnemonik kodlar beradi. 12 ta so'zdan iborat bo'lgan. Bularni eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Keyinchalik dasturga kirish uchun bulardan foydalanasiz. Yozayotgan paytingizda, ya'ni boshqa telefon orqali dasturga, saytga kirmoqchi bo'lsangiz, oldiniga parolni yozasiz, keyinchalik esa mnemonik kodlarni virgulsiz shunchaki probel o'sha tugmasini bosib, ya'ni orasini ochiq qoldirgan holda yozib chiqadigan bo'lsangiz, siz qayta boshqa telefonda ham dasturga kirishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, kirganimizdan so'ng $1000 bonus olishlik uchun bu yerda mana bu referral kodim mavjud, ya'ni hamyon adres desak ham bo'ladi. Mana shuni opsiyada qoldiraman. Setting bo'limiga o'tasiz va invite bint tugmasini bosish orqali bu yerga kiritib qo'yasiz. Kimnidir referral, ya'ni kimnidir adresini men ham kiritganman va o'sha $1000 bonus berilgan. Va mana bu yerdagi tugmani bosasiz, sizning balansingizga pullar o'tkaziladi. Xo'p, keyin nima qilishimiz kerak? Bu yerda pul ishlashligimiz uchun bu yerda AI trainingni bosadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, USDga 23% dan 26% gacha, Tronda 20% dan, ya'ni 21% dan 23% gacha berishlik aytib o'tilyapti. Ustiga bosadigan bo'lsak, bizga pul kiritishimizni aytadi. Ko'rib turganingizdek, balansimizda pul yo'qligini va mana shu adresga biz pul o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Ha, aytgancha bu yerda Google autentikatsiyani ulashlik aytilyapti. Buning uchun mana shu QR kodni skanerovat qilasiz yoki mana buni Google autentikatorga kiritishingiz kerak bo'ladi. Agarda ekran zapis qiladigan, yozadigan bo'lsa, buni hozir ko'rsatib o'taman. Google autentikatorga kirdik, menimcha ko'rinmasa kerak. Ekran qorayib turadi, plyusni bosamiz xullas bu yerdan va QR kodni bosishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek, QR kodni avtomatik tarzda sразу skanerovat qildi. Xo'p, endi next ni bosamiz va hozirgi Google autentikatordagi kodni bu yerga kiritamiz. Xo'p, kiritdik. Ko'rib turganingizdek, telefonni, kamerani, ya'ni o'chirib turishimga to'g'ri keldi. Xo'p, Google autentikatordan ham o'tdik. Mana bu yerda ko'rinib turibdi Google ga ulanganligi. Xo'p, endi nima qilamiz? Qaytadan AI trainingni bosib turib, buni bosgan paytimizda o'sha ko'rib turganingizdek, bu yerda sarmoya kiritish, ya'ni investitsiyaga pul kiritishimiz imkoni paydo bo'ladi. Xo'p, nima qilamiz? Balansimizni recharge'ni bosish orqali to'ldirishimiz mumkin. Buni BP20 yoki TRC20 seti orqali to'ldiramiz. QR kod orqali to'ldiraman. Hozir QR kodni ochamiz, mana shu orqali to'ldirishim mumkin bo'ladi. Xo'p, 200 tron o'tkazamiz. TRC20 adres yozamiz. 202 tron bizdan yechiladi. Pervestini bosamiz. Подтвердить. Xo'p, o'tkazildi ko'rib turganingizdek va xo'p, o'tkazildi ko'rib turganingizdek, ya'ni o'tkazilish arafasida va hozir akkauntimizni tekshiramiz. Buradan balansimizga o'tamiz. Xo'p, akkauntimizga kirdik va 200 tron ko'rib turganingizdek balansimizda mavjud, ya'ni $54. Xo'p, ya'ni balansimizga pullarimiz tushdi. Endi nima qilamiz? AX. Xo'p, endi nima qilamiz? AI tradingni bosamiz. Bu yerdan tronni bosamiz. Bu yerda balansimizdagi pul 200 tron. 200 tronni yozamiz. Xo'p, nimadirlar
deb yozilyapti. Xo'p, komissiyaga 1 tronni 3 trongacha qoldirish kerakligini aytyapti. Biz 198 tron kiritamiz. Minimal 100 tron ekan ko'rib turingizdek va bayni bosamiz va boshida o'ylab topgan parolimizni bu yerga yozamiz. Xo'p, bo'ldi. O'tkazildi. My holdingni bosib ko'ramiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek ishlovda turganligi. Xo'p, bu yerdan redeemni bosib turib, buni pullarni hech bo'lmasam qaytarib olishimiz mumkin bo'ladi. Google Authenticatordagi kodni yozishimiz kerak bo'ladi bu yerga. O'shani kiritib, qaytadan qaytarib pullarimizni olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, biz pullarni kiritdik. Mana bu bo'lim pul kiritish. Menimcha ko'pchilik уже bilsa kerak, sent bo'limi. Pul chiqarib olishlik. Ko'rib turganingizdek, va invite bo'limi referallarga mana buni tarqatishingiz mumkin va referallaringiz ham $1000 bonus olishligi mumkin bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, oradan 1 kun o'tdi va bizni balansimizda ko'rib turganingizdek $101 paydo bo'ldi. Ya'ni bu yerda bir token, AX tokenlari yo'qoldi desak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda bizga tokenlar berilayotganligi va burn, ya'ni yo'qolganligi qanchadir, masalan 265 berilgan, 53 yo'qolgan. Bu yerda ham 269 berilgan, 53 yo'qolgan. Ko'rib turganingizdek, mana shu orqali bizga avtomatik tarzda pullar ishlab beryapti. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, qanchadir foiz nimalardir xullas yozib ma'lumot berib o'tilgan. Albatta ingliz tilini tushunmayman. Tushunadigan odamlar bo'lsa, bemalol tanishib chiqishi mumkin bo'ladi ko'rib turganingizdek. Xo'p, endi buni nima qilishimiz kerak bo'ladi? Pullarni bu yerda misol uchun balansimiz mavjud 3 tron, buni bosamiz va confirmni bosadigan bo'lsak, bu yerga parol yozishimizni aytadi. Ya'ni Google Authenticatordagi 6 ta raqamlik kodlarni yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, confirm deb yozilyapti. Tronga o'tib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek 0 qoldi. Bu yerga o'tamiz. Balansimizga 265 tron o'tkazildi. Ko'rib turganingizdek 72 sent yana yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Kecha ham 2 tron bu yerdan yechib olgan edim. Xo'p, va sentni bosib turib, bu pullarni tron adresimizga yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan tron tanlaymiz. Bu yerga TRC20 adresimizni yozamiz. Va TRC20 adresni yozdik. Bu yerga 230 yozdik, chunki 30 tron 0.30 ya'ni tron komissiyaga qolishi kerak bo'ladi. Shuning uchun 30 tron kamroq yozdik va confirmni bosamiz. Bu yerga endi parol, boshida o'ylab topgan parolimizni yozamiz. Transfer successful deb yozilyapti, ya'ni tasdiqlandi ko'rib turganingizdek va pullarimiz bizga o'tkazib beriladi ko'rib turganingizdek. Mana shu tarzda biz pullar ishlashimiz mumkin bo'ladi. Har kuni 23% yoki 20% dan 23% gacha biz ishlashimiz mumkin bo'ladi. My team bo'limida referallarimizni ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Qancha referalimiz bor, ulardan qancha daromad kelgan, shularni ko'rib turishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda pullar hisobimizga o'tayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xullas, albatta qanchalik ishonchli, qancha muddat ishlaydi bunisi noma'lum, lekin 2-3 oy bo'ldi deyishmasam ishlayapti. Kirib sinab ko'rishingiz mumkin. Silka va invite kod opsiyasida bo'ladi. Ya'ni invite kodga aytib o'tgandek, mana bu adresimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Xullas, hozir ekraningizda ko'rib turgan bo'lishingiz kerak o'sha pullar kelib tushganligini, ya'ni hozir yuborgan 230 tronimiz payer hamyonimizga kelib tushganligini. Xullas, hammaga omad.